Qiziq, o'zbekistonliklar Dubayga borib dam olib yurgan bir vaqtda Dubay shahzodasini o'zi Hamdan Al Maktum Navoiy viloyatida tuvaloq ovladi. Tuvaloq nima edi o'zi? Hozir hammasini tushuntiraman. Kanalga obuna bo'lib, ekranga 2 marta bosib qo'yish ham esdan chiqmasin. Tuvaloq bu turnasimonlar oilasiga mansub qush bo'lib, O'zbekiston Respublikasi qizil kitoblariga kiritilgan. Dubay valiahd shahzodasi esa bir necha yildan beri an'anaviy tarzda, asosan kuz faslida Navoiy viloyatiga aynan shu tuvaloqlarni ovlash uchun tashrif buyuradi. Nega aynan Navoiy? Sababi shahardan qariyb 50 kilometr uzoqlikdagi cho'l hududda 300 gektar yer maydonini egallagan amirliklarning yo'rg'a tuvaloqlarini asrash markazi bor. Markaz Birlashgan Arab Amirliklari vitse-prezidenti Dubay amiri Shayx Muhammad ibn Rashid Al Maktum tashabbusi bilan 2008-yil aprel oyida tashkil etilgan. Qizil kitobga kiritilgan qushlarni ovlashadimi deysizmi? Yuqorida aytib o'tilgan markaz aslida O'zbekistonda Osiyo yo'rg'a tuvaloqlarining barqaror populyatsiyasini qo'llab-quvvatlash, ularni ko'paytirish, asrash hamda har yili qushlarni yovvoyi tabiat muhitiga qo'yib yuborish kabi tadbirlarni amalga oshirib keladi. Ya'ni xavotirga o'rin yo'q. Ov esa amirliklardan olib kelinadigan maxsus lochinlar yordamida amalga oshiriladi. Daryo.uz saytida yozilishicha, hammasi O'zbekiston Davlat ekologiya qo'mitasi nazorati ostida ekan. Qizig'i, bu ham sport turi hisoblanadi va lochinlarga maxsus mikrochiplar hamda kameralar o'rnatilgan. Bundan tashqari Dubay shahzodasining o'zi va oila a'zolari ijtimoiy tarmoqlarda ov jarayonlarini yoritib, O'zbekistonni ham ancha-muncha PR qilib ketishadi. Siz u biz odatda internetda Faz 3 nika orqali tanigan bu shahzoda Dubaydagi, aniqrog'i dunyodagi eng baland bino, hozircha Burj Xalifani eng uchiga chiqib ham video tayyorlagandi. O'zi Dubayda uchiga chiqqanlar juda ham ko'p, ular haqida maxsus video tayyorlaymiz. Agarda mana shu videomiz like to'plasa, kanalga obuna bo'lish ham, bu videoni qarindosh urug'larga yuborib qo'yish ham esdan chiqmasin. Yana ko'rishamiz.